Demak, bugun sizlar bilan mavzu ko'ramiz. Ya'ni butun va kasr qism haqida tushuncha. Bu haqda darsliklarda deyarli berilmagan, lekin misollarda ba'zida uchrab turadigan mavzu bu butun va kasr qism. Xo'p, boshlang'ich tushunchalarni o'rganamiz. Butun qism va kasr qism o'zi qanday belgilanadi? Demak, biror sonning butun qismi, o'sha son x deb oladigan bo'lsak, mana bunday qavs, to'rtburchak qavs ko'rinishida yoziladi. Bu demak x sonning butun qismi. Butun qismi. Kasr qismi esa mana bunaqa yulduzchali qavs ko'rinishida belgilanadi. Bu x sonning kasr qismi. Kasr qismi. Va shu yerda bitta qoida o'rinli. Bu narsani kasr degan mavzu o'tganingizda ham butun qism, kasr qism deb tushuntirilgan. Xuddi o'shanga o'xshaydi. Demak, istalgan son, x son o'zining butun qismi bilan o'zining kasr qismi yig'indisiga teng bo'ladi. Bu juda kerakli qoida. Va bu yerda x haqiqiy son. Haqiqiy son. O'zining butun qismi va kasr qismi yig'indisiga teng bo'ladi. Mana bu narsani juda ko'p ishlatish mumkin hali. Xo'p, demak, birinchi o'rganamiz butun qism. Sonning butun qismi deb o'zi nimaga aytiladi? Demak, sonning butun qismi. Qisqacha ta'rifini o'rganib ketaylik. Ta'rif bilan o'rgansangiz, albatta misollarda xato qilmaysiz. Demak, sonning butun qismi deb berilgan sondan kichik yoki teng bo'lgan eng katta butun son. Eng katta butun son. Ya'ni sizga savol bersa, butun qism 3,2 deyilsa, demak nimani tushunish kerak ekan? Sonning butun qismi deb berilgan sondan, ya'ni bu yerda berilgan son 3,2. Berilgan sondan kichik yoki teng bo'lgan eng katta butun son. Ya'ni mana shu sondan 3,2 degan sonidan kichik bo'ladi. Undan kichkina butun son 3 bor, undan kichkinasi 2 bor, 1 bor, lekin ular ichidagi eng katta butun son bo'ladi. Ya'ni bu 3 ga teng. Keling, birinchi marta soniq chizaylik. Demak, soniqda bizda 3 degan sonimiz bor, taxminan shu yer bo'la qolsin. 3,2 degan sonimiz bor. Shu sondan kichik bo'lgan, ya'ni kichkina sonlar chap tarafda joylashadi. Kichik yoki teng bo'lgan eng katta butun son. Bundan oldingi butun son, kichik bo'lgan butun son 3, undan oldin 2, undan oldin 1 bor deylik. Demak, kichik bo'lgan yoki teng bo'lgan eng katta butun son bu 3 soni. 3,2 butun son emas, o'shaning uchun 3 soni. Demak, 3,2 ning butun qismi 3 ga teng ekan deb ketiladi. Yoki 5,8 ning butun qismini toping desa, demak 5,8 dan kichik yoki teng bo'lgan eng katta butun son. 5,8 dan kichik bo'lgan sonlar butun sonlar. Demak, 5,8 dan oldin 5 bor, 4 bor, 3 bor, lekin eng kattasi 5 bo'lganligi uchun buni butun qismi 5 ga teng deb olinadi. Yoki 7 ning butun qismini toping desa, endi 7 dan kichik yoki teng bo'lgan eng katta butun son. Bu yerda 7 ni o'zi bo'ladi, chunki teng bo'lsa o'zi olinib ketilaveradi. Mana bu yerda 3,2 lar butun emas edi, o'zi chiqmas edi. Butun bo'lsa o'zi olinib borilaveradi. Hattoki 0 ning butun qismini toping desa ham, 0 dan kichik yoki teng bo'lgan eng katta butun son bu 0 ni o'zi. Xo'p, yoki biz kasr sonlarda ko'proq o'rganganmiz. Misol uchun 2,3 dan 1 ning butun qismini toping desa, oldidagi son butun qismi edi. Bu yerda ham xuddi shunaqa ta'rif bo'yicha 2 chiqadi. 2,3 dan 1 dan kichik bo'lgan eng katta butun son bu 2. Yoki
0.7 dan butun qism oling desa, u 0 ga teng bo'lib boraveradi. Manfiy sonlar ham bor. Albatta manfiy son eng muhimi bu yerda. Hozircha -5 ning butun qismini ko'radigan bo'lsak, -5 dan kichik yoki teng bo'lgan eng katta butun son bu -5 ning o'zi butun son, chunki agarda sizga -1.2 ning butun qismini toping desa, demak bu yerda sal boshqacharoq bo'ladi. Bu yerda -1 deb aytishingiz xato. Chunki son o'qini chizadigan bo'lsak, bu yerda son o'qida -1.2 sonidan kichik bo'lgan butun son bu birinchi son -2, keyin -3, keyin -4 bo'lib ketadi. Demak, buning butun qismi -2 bo'ladi. Chunki -1.2 dan kichik bo'lgan butun son bu -2. O'shaning uchun bundan butun qism -2 chiqadi. Yuqoridagilardan ozgina farq qildi, chunki ko'pchilik o'ylaydi oldida turgan son butun bo'laveradi deb, lekin unaqa emas. Chunki manfiy sonda -1 oldida bor, lekin uning butun qismi -2 chiqadi. Va shu yerda bitta narsani bilish kerak. Butun qism doimo sondan kichik bo'ladi. Chunki ta'rifda shunday dedik: berilgan sondan kichik yoki teng bo'la olishi mumkin, lekin hech qachon katta bo'la olmaydi. Agar bundan -1 chiqaradigan bo'lsak, unda sonni o'zidan katta son chiqarib yuborgan bo'lamiz. Xo'p, yana bitta sonlarda ko'raylik. Albatta manfiy sonda sal boshqacharoq. -3.8 ning butun qismi necha desa, bu sondan kichkina bo'lgan butun son bu -4 bo'ladi. Yoki -7.1 ni butun qismi necha desa, bundan kichkina bo'lgan butun son albatta -8 bo'ladi. Yoki -2.5 dan 3 ning butun qismi necha desa, bundan kichkina bo'lgan son albatta -3 bo'ladi. Va hokazo. Demak, yoki -0.7 ning butun qismi necha desa, bundan kichkina bo'lgan butun son bu -1 bo'ladi. Bunga o'xshash misollar ko'plab keltirish mumkin. Butun qism mana shu deb aytsak bo'ladi. Qisqacha tushuncha. Xo'p, butun qismni topishni o'rgandingiz. Demak, shu yerda bitta qoidani yozib ketamiz. Ba'zi bir vaziyatlarda ishlatiladi. Demak, sonni o'zi bilan uning butun qismini taqqoslaydigan bo'lsak, sonni o'zi doimo katta bo'ladi yoki teng bo'ladi. Har doim shu. Nisbat sonda ham xuddi shunday. Mana sonni o'zi bilan ichkaridagi qism 5.8 bu bilan taqqoslaydigan bo'lsak, sonni o'zi doim butundan katta. Mana bu yerda ikkalasi teng bo'lishi mumkin. Bu yerda ham teng bo'lishi mumkin. Mana bu yerda sonni o'zi bilan uning butun qismini taqqoslasak, sonni o'zi katta. Va hokazo manfiy sonlarda ham. Sonni o'zi bilan uning butun qismini taqqoslasak, sonni o'zi katta. Shuning uchun mana bu qoida ishlatilishi kerak. Xo'p, endi sonning kasr qismi qanday bo'ladi? Sonning kasr qismi. Sonning kasr qismi. Xo'p, demak, mavzuyimiz chunki sonning butun qismi va kasr qismi edi. Shuning uchun butun qismni o'rgandik. Endi kasr qism deganda nimani tushunamiz? Bu narsa yuqorida yozgan qoidamdan kelib chiqadi. Mana bu yerda biz yozdikki, istalgan son o'zining butun qismi bilan kasr qismi yig'indisiga teng bo'ladi. Agar shundan kasr qismini topsak, bu ayirish bo'lib o'tadi. O'shanda qoida aytishimiz mumkinki, berilgan sondan uning butun qismi ayirmasiga aytiladi. Demak, sonning kasr qismi deb berilgan sondan uning butun qismi ayirmasiga aytiladi. Xo'p, misollarda ko'raylik. Misol uchun kasr qism belgisi 1.8 bo'la qolsin. Xo'p, ta'rif bo'yicha yozamiz. Berilgan son necha? 1.8. Shundan ayirishimiz kerak ekan uning butun qismini, ya'ni
berilgan sonning butun qismini. Butun qismini topishni o'rgandik. 1.8 dan ayiramiz. Uning butun qismi 1 ga teng. Yuqorida o'rgandik. Demak 0.8 ekan. Berilgan sondan uning butun qismini ayirdik. Yoki 5.2 ning kasr qismi kerakmi? 5.2 dan uning butun qismini ayiramiz. Demak, butun qismini ayiradigan bo'lsak, 5.2 ning butun qismi 5 chiqadi, 0.2 bo'lib qoladi. Endi buni bir qaraganda ham bilish mumkin deyishingiz mumkin. Ya'ni bir qaraganda 1.8 da butun qism 1, 0.8 kasr qism, chunki oddiy kasrlarda bu narsa tushuntirilgan. Lekin manfiy sonlarda yoki sal boshqacharoq kelgan sonlarda albatta qoidani ishlatishga to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni faqat oddiy ratsional sonlarda o'rinli emas bu qoida. Bu qoidamiz boshda yozdim, haqiqiy sonlarda o'rinli. Ya'ni bu son ildizli son bo'lsa ham, logaritmli son bo'lsa ham, demak irratsional son bo'lsa ham mana shu qoida o'rinli. Sal murakkabroq misollarda albatta qoidani bilishga to'g'ri kelib qoladi. Xo'p. Endi davom etamiz. Misol uchun 7 ning butun qismi kerak, kasr qismi kerak bo'lsa, 7 ning o'zidan uning butun qismini ayiramiz. 7 ning butun qismi 7 ga teng, o'shaning uchun ayirganimizda 0 chiqadi. Demak, 7 ning e'tibor beramiz. 7 ning kasr qismi 0 ekan, rostdan ham 7 dan keyin virguldan keyin 0 bor-da. Xo'p. Endi agarda 4.5 dan 1 ni kasr qismini so'rasachi, bir qaraganda ko'rinyapti javobi. Demak 4.5 dan 1 dan ayiramiz. O'sha 4.5 dan 1 ning butun qismini. Butun qismi 4 chiqadi. 4 ni ayiradigan bo'lsak, javob 5 dan 1 chiqyapti. Xo'p, endi manfiy sonlarga o'taylik. Minus 1.3 ning kasr qismi qanday topiladi? Demak, tarif bo'yicha berilgan sondan ayiramiz o'sha sonning butun qismini. Xo'sh, butun qismini topishni o'rgandik. Minus 1.3 ning butun qismi bu o'zidan kichik bo'lgan butun son. Kichik yoki teng bo'lgan. Ya'ni minus 2. Bu yerda e'tibor beramiz. O'rta plyus bo'lib ketsa 0.7 chiqyapti. Yuqoridagiga o'xshamadi. Mana 5.2 da 0.2 deyishingiz mumkin. 1.8 da 0.8 deyish mumkin, lekin bu yerda 0.3 deya olmaysiz. 0.7 bo'lyapti. Xo'p, keyingisi 4.1 ning minus 4.1 ning kasr qismi. Demak, berilgan sondan ayiramiz minus 4.1 ning butun qismini. Minus 4.1 ning butun qismi minus 5 bo'ladi va hisoblaydigan bo'lsak 0.9 chiqyapti. Demak, endi minus 10 ni kasr qismi kerak bo'lsa-chi, demak berilgan sondan ayiramiz minus 10 ning butun qismini. Minus 10 ning butun qismi yana minus 10 chiqadi-da, demak 0 chiqyapti. Minus 10 ning kasr qismi 0 ga teng ekan. Xo'p, yoki minus 3.8 dan 1 ni kasr qismi kerak bo'lsa-chi, demak minus 3.8 dan 1 dan ayiramiz uning butun qismini. Demak, uning butun qismi o'zidan kichik bo'ladi, albatta minus 4 bo'ladi. Buni hisoblaydigan bo'lsak 8 dan 7 chiqib qoladi. Yoki boshqacha bitta oddiy eslab qolish yo'lini aytaman. Mana ko'pchilik mana bu minus 1.3 ni kasr qismi desa 0.3 deb ko'radi. Yo'q, shuni 1 ga to'ldiruvchisi bo'ladi. Ya'ni 1 bo'lish uchun 0.7 yetishmayapti. Bunda ham 0.1 deb ko'radi. Yo'q, unga 0.9 bo'ladi 1 ga to'ldiruvchisi. Xo'p, endi mana butun sonda 0 chiqishini bilishimiz kerak. Mana bu yerda ham mana kasr qismini 8 dan 1 deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, 1 ga to'ldiruvchi 8 dan 7 bo'ladi. Xo'p. Demak, kasr qismini ham topishni o'rgandik. Qoida bo'yicha hisobladik albatta. Endi aytishimiz mumkinki, yuqorida mana bu yerda yozgan qoidamizni o'rinli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Mana istalgan son o'zining butun qismi bilan kasr qismi yig'indisiga teng edi. Birorta sonda ko'raylik shu vaziyatni. Misol uchun 7.8 soni
o'zining butun qismi bilan 7,8 bilan o'zining kasr qismi yig'indisiga teng. Doim shu qoida o'rinli. Ya'ni butun qismi 7 chiqadi, uning kasr qismi 0,8 chiqadi. Yoki 5 soni o'zini tekshiraylik. 5 soni o'zining butun qismi bilan 5 soni bilan ya'ni o'zining kasr qismi yig'indisiga teng. Shunda 5 plus 0 ga teng bo'lib qolyapti. Yoki manfiy sonlarda minus 2,9 sonini ko'raylik. Demak, bu son o'zining butun qismi bilan o'zining kasr qismi yig'indisiga teng bo'lib qolyapti. O'zining butun qismi minus 3, kasr qismi 0,1 agar sezayotgan bo'lsangiz, rostdan ham o'sha minus 2,9 ga teng. Yoki minus 13 sonini ko'raylik. Minus 13 o'zining butun qismi bilan o'zining kasr qismi yig'indisiga teng. Ya'ni minus 13 plus 0 ga teng. Bu qoida demak doim o'rinli ekan. Xo'p, kasr sonlarda ham o'rinli. Misol uchun 4,5 dan 2 sonini ko'rsak, 4,5 dan 2 ni butun qismi bilan uning kasr qismi yig'indisiga teng. Uning butun qismi 4 plus kasr qismi 5 dan 2 ga teng bo'lib qolyapti. Yoki minus 1,7 dan 3 sonini ko'rsak, uning butun qismi bilan plus uning kasr qismi. Butun qismi o'zidan kichik bo'lganligi uchun minus 2, kasr qismi esa 1 ga to'ldiruvchisi 7 dan 4 bo'lib qolyapti. Mana shunday deb yozishimiz mumkin. Demak, bu butun va kasr qism haqida qisqacha tushuncha, albatta oddiyroq etapdagi misollarni o'rganishingiz mumkin. Shu mavzuni o'rganishda albatta mana bu yozilgan qoidalarni albatta eslab qoling. Bular ayniqsa ta'riflar yordamida misollarni yechsangiz esdan chiqazmagan bo'lasiz. Shu va shunga o'xshash mavzularni o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta bizni Telegram kanalga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz Matematika 1997.